Agar qarzingiz bo'lsa, gunohlaringiz ko'p bo'lsa, yuragingiz siqilayotgan bo'lsa, qalbingizga ko'p narsalar yoqmayotgan bo'lsa, shunchaki yuzaga o'zingizni yoqqandek ko'rsatayotgan bo'lsangiz, quloq soling. Bu narsalarni men aytishimning sababi, bu narsalar meni boshimdan o'tib bo'lgan. Kechasi turasiz, 1mi, 2mi, 3mi erinmasdan yarim soat, 1 soat vaqtingizni ajratasiz-da, uyqudan kechasida Alloh taologa astoydil ibodat qilib, nima sizga kerakligini, nima sizni ko'nglingizni yorishtirishini, nima sizni qarzlardan xalos qiladi, nima gunohlardan ketkazadi, shu narsalarni hammasini sizdan ko'ra Alloh taolo juda yaxshi biladi. Shuning uchun turib astoydil qalbdan o'tkazib kechasi namoz o'qing. Inshaalloh siz o'ylagandan-da ziyodasi tezlashib amalga oshadi. Faqat chin qalbdan ishonish kerak. Ozgina vaqtingizni ayamang.